Bu novostroykamizga qara, o'rtoq. Nomi esa o'ziga juda mos ekan. Baxt qasri Golden House proyekti. Закрытый va охраняемый двор ekan. Yunusobod 17-kvartal 4 xonali 4-etaj 6 etajli novostroykamizda. Chap tomonimda esa sanuzel joylashgan, совмещенный qilingan. Koridordan 10 tomonga yurganimizda esa birinchi xonamiz joylashgan. O'zini balkoni ham bor ekan. Umumiy maydonimiz esa 87 kvadrat. Bu ipotekaga ham olsang bo'ladi. Bu esa zal, hol, xohlasang zal qilib ishlatsang bo'ladi. Bu esa ikkinchi xonamiz spalni. Videoda ko'rilayotgan barcha jihozlarimiz qoladi. Uyimiz esa g'ishli, ham skvoznoy. Uy holati esa juda zo'r, kirib yashasang bo'ladi. Kaliti esa bir kunda beriladi. Yonimda esa детский xonamiz joylashgan, o'zini sanuzeli ham bor ekan. Oxirgi xonamiz esa biza qizlar yaxshi ko'radigan oshxonaga marhamat. O'zini balkoni ham bor ekan. Bu uyimizni narxiga keladigan bo'lsa, o'rtoq 105 ming startli deyilyapti. Kelishadigan joyi bor. Ulgurib qol. Telefon raqamimni esa bilasan.